Biz Platinadagi mol bozorga keldik. Bozordagi qo'ylar narxini ko'rib chiqib, sizlarga ham ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Mana shu qo'ylarni olganga 10 milliondan satishib beramiz deyishyapti. Kelishtirib. Tirik vazni. Shunda 100 ming so'mdan. 100 ming so'm 1 kilo. Men tirik vaznini misol uchun zotga deb turib 80 mingdan sotaman. To'g'ri. Siz hozir 100 ming taqalgani deyapsiz. Bu ham bo'lsa bitta joyga bo'lsa deyapsiz. Bitta joyga. Odamlar meni qimmatchi deyishadi. Mana men qimmatchi emas ekanman, men arzonchi ekanman. Yabi. Bozorda arzon deysizlar. Mana hozir kelib turib qirg'izni qo'ylar ko'raman, haqiqatda bir-biridan asal, bir-biridan go'zal. To'g'risi boshqa yoqda ham bunday yaqinlashmadim. Mamilar oldiga keldi. Mana ukamiz Namangan Chortoqdan mana olib ketdilar. Bu yerda joyim yo'q, qaytarib olib ketaman agar sotilmasa deyaptilar. Lekin haqiqatda olib turib zotga boqiladigan qo'zi hammasi qo'chqorlar. Qaranglar bir. Ko'rsat. Mana o'jaga. Bunga ne ish qilyapsiz? Bunga 15 million berganga dastavkasi bilan Mana. berdi. Urug'likka. Mana. Biza Bingoni 13,5 millionga sotib yubordik. Bingoni. Vaholanki Bingoni bo'yi 1 metr. Vazni 143 kilo. Bundan ancha yo'g'on va katta-da. To'g'ri. Mana biz qimmatchi emasmiz. Qimmatchi deydi. Real, hammasi real. Real. Qarozga bo'lsa olgan ham, nima deydi, sotgan ham yutqizmadi. $600 baraka bo'pti mana shu. Mana ko'zi tish. Mana 80. Anchadan bir bozorga kelmagan edik. Bugun bir bo'sh bo'lganligimizdan foydalanib shu Chirchiqda joylashgan, Platinaning yonida joylashgan bozorga kelib bir ko'rdik. Ochig'ini aytganda qo'ylar jiz etmadi. Faqatgina bitta joyda o'sha ko'nglimiz Qirg'izistonning qo'ylariga bizdan ham qimmat sotadiganlar bor ekan. Xulosa o'zingizlardan.